Assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatuvchilar. Eng avvalambor sizni kirib kelgan ro'zai Ramazon oyi bilan tabriklaymiz. Bizning berayotgan ma'lumotlarimiz sizga manfaatli bo'layotgan bo'lsa, albatta kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying. Videolarni ko'proq insonlar ko'rishi va manfaatli bo'lishligi uchun qolgan insonlarga ulashib qo'yishingizni tavsiya qilamiz. Ro'za tutgan insonlar stomatolog ko'rigiga borishdan va tutgan ro'zalari ochilib ketishligidan hayiqishadi. Agar sizda kichik imkoniyatlar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni tish plombalari yoki bo'lmasa tishlarning nervini olish, ularni qayta tiklash amaliyotlari amalga oshiriladigan bo'lsa, hozirgi kunda stomatologiyani rivojini hisobiga kaferdamlar bilan og'iz bo'shlig'ini aynan bir dona tish yoki bir nechta tishlarni qo'shilgan holatda izolyatsiya qilib, so'lakdan izolyatsiya qilib, stomatologik muolajani amalga oshirish mumkin. Kaferdam hozirgi kundagi zamonaviy stomatologiyaga kirib keldi va og'iz bo'shlig'iga hech qanday yot bo'lgan, ya'ni stomatolog tomonidan ishlatiladigan vositalar tushmasdan og'iz bo'shlig'ini batartib davolashga qaratilgan xatti-harakatlarni amalga oshirish mumkin. Kaferdam bu o'zi nima? Kaferdam bu maxsus platok hisoblanadi. Bu kaferdamda maxsus shu kabi cho'ziluvchan elastikligi yuqori bo'lgan platok ishlatiladi. Bu platok orqali aynan o'sha tishni og'riqlantirib bo'lgandan keyin izolyatsiya qilib olish mumkin. Buni natijasida platoklar bilan izolyatsiya qilgan tishni davolash, ularga plomba qo'yish, tish nervlarini olish mumkin va bemalol og'iz bo'shlig'iga hech narsa tushmagandan keyin uni yutib yuborish ehtimolligi 0% ga teng bo'ladi. Bunday holatda ro'zamiz ochilmaydi. Ro'zai Ramazon oyida implantatsiya jarayonlari yoki bo'lmasa breket taqish xizmatlari bunday holatlarda risk biroz yuqoriroq bo'ladi, chunki breketlarni taqish jarayonida og'iz bo'shliqlarini barchasini kaferdam bilan izolyatsiya qilish ma'lum bir vaqt va mashaqqat talab qiladi. Bunday holatlarda ro'zador insonning ro'zasi ochilib ketishligi ehtimolligi oshadi, chunki biz maxsus breketni yopishtiruvchi kleylarni, undan oldingi protravka etaplari bor. O'sha etaplarda biz tishlarni ustlarini yuvadigan bo'lsak, bunday holatda yuvgan suyuqligimiz halqumda to'planishi va siz yutib yuborish ehtimolligingiz oshib ketadi. Implantatsiya jarayoni ham qonli jarayon bo'lganligi uchun qanchalik biz ehtiyotkor bo'lmaydik, siz bu qon aralash suyuqliklarni yoki biz ishlatayotgan preparatlarni yutib yuborishingiz mumkin. Bunda ham sizning ro'zangiz ochilib ketib qoladi. Shu sababdan ham ro'zai Ramazon oylaridan keyin implantatsiya jarayonlarini planlashtirishingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Stomatolog vrachlarning ro'zai Ramazondagi oldiga qo'ygan maqsadi sizning sog'lig'ingizga qayg'urish, shu jumladan sizning ibodatga bo'lgan talabingizni buzib qo'ymaslik, ya'ni ibodatingizga to'sqinlik qiladigan narsalarni amalga oshirmaslik talabi bo'ladi. Bergan fikrlarimni qisqacha izohlab o'taman. Eng avvalambor ro'zai Ramazon oyida tishlaringizni davolashga ulgurmagan bo'lsangiz, albatta malakali, ya'ni kaferdamlar bilan ishlovchi stomatolog qabuliga borasiz va qo'rquvsiz tishlaringizni davolatishingiz mumkin. Ortodontik davolar yoki bo'lmasa implantatsiya jarayonlari bo'ladigan bo'lsa, ro'zai Ramazon oylaridan keyin uni amalga oshirishga harakat qilsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi.